Qizlarjonlar, qanaqasizlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugun ko'proq batlar haqida gaplashamiz. Odam organizmi uchun qanaqa xavflimi, xavfsizmi? O'zi tegi organizmimizga nimaga vitamin yetib kelmaydi? Mana shu yeyotgan mahsulotlarimiz hamcha bir ximik konsentrat bo'lib ketgani hisobiga mana shu jarayonga kelib qoldi-da inson zoti. Oldin havolar toza bo'lgan, oldin hamma narsa tabiiy bo'lganda, o'sha hisobiga oldingi dodalarimiz rosa zo'r yashashgan, buvilarimiz rosa baquvvat bo'lishganda, to'g'risi. Hozirga kelib, hozir nima yeymiz biz? Kola ichamiz, panta ichamiz, sushi yeymiz. Mana shunaqa narsalar bilan o'zi yeyotgan narsamizni o'zida vitaminlar qolmayapti. O'sha hisobiga baribir bu organizmimizga qanaqadir miqdorda batlarni berib turishimiz kerak, peshavoy bat berib turishimiz kerak. Bu qo'shimcha dabavka hisoblanadi-da. O'shaning uchun odam organizmiga zarar qilmaydi, uni to'xtatib qo'ysam semirib ketmayman, u bu deysizlar-ku. Bu peshavoy bat kerak baribir organizmimizga. O'shaning uchun taqdim qilyapmiz. Keyin yana bitta narsadan deb o'ylayman, men o'zimning fikrimda, bu kam harakatlidan deb o'ylayman-da. Aynan organizmimizdagi o'sha vitaminlar, ortiqcha yog' yig'ilishlari, mana shular ko'proq shu kam harakatlidan deb o'ylayman. Chunki haqiqatan